Men senga necha marta aytganman, telefonimga teginmagan ruxsatimsiz deb. Farosating bormi? Xo'p, shunga shuncha dilozorlik qilish kerakmi? Bu yerda meni og'aylarim bilan har xil rasmlarim bor. Og'aylarimga seni ko'zing tushishini xohlamayman, tushunayapsanmi? Bundan tashqari ular bilan har xil yozishmalarim bor. Ularni ham o'qishingni xohlamayman. Tushundingmi? Meni telefonimga ruxsatimsiz teginma. Nima bor o'zi shunchalik bekityapsiz? Katta xolang bor. Befarosat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kuyov bola yaxshimisiz? Qanaqasiz? Xudoga shukr. Keling aka. Yo'ldan o'tib ketayotgandim. Bir sinimni yo'qlab ketaydim-ne. Ha, yaxshi qilsiz. Ravsangiz? Chiq, qara akam keldilar. Ravsangiz? Qaravor akam keldilar. Aka yuring, ketdik. Shu mahallada o'tib ketayotgandim. Men mahallaning tepasida yagona darchada ishim bor edi. O'sha bahonada sizlarni ham ko'rib ketay dedim. Yaxshi. Ko'zing qizarganmi? Yig'ladingmi? Alloh chevarligini qarang aka. O'zi boya sizni oyimni sog'inib yig'lab o'tirdim. Keyin kuyovingiz meni yupatib 2-3 kundan keyin borib kelaman dedi. Qarang, o'zingiz kelib o'tiribsiz. Allohning mehribonligini qarang. Shunga ham yig'laysanmi senam? Biz uzoqda turmas u. Eshigimiz doimo ochiq sizlar uchun. Onasi meni kechir. Oilamizdagi sirlarni, muammolarni, ba'zida meni kamchiliklarimni boshqalarga aytmasligingni juda ham hurmat qilaman. Hozir ham akangga oramizdagi bo'lgan narsani bildirmaganingga qoyil qoldim. Mana xafa bo'lma. Endi jahlim chiqib ba'zida xafa qilib qo'yaman, to'g'ri. Lekin baribir seni yaxshi ko'raman. Bundan keyin seni umuman xafa qilmaslikka harakat qilaman. Mendan xafa bo'lma. Xo'p. Rahmat. Nima kitob o'qiysan? Er-xotinga nasihat.